O'git. Haqiqat, adolat tamali erur. Haq aytmak erlarning amali erur. Yolg'on halokatning mudhish girdobi, erni halok etkay yolg'on zardobi. Sharh. Haqiqat zavol topmaydi. Haqiqat qadrini yo'qotmaydi. Haqiqat hamma zamon va makonlarda g'olibdir. Yolg'on sharmandalik, yolg'on zaiflik, yolg'on mag'lubiyat va yolg'on halokatdir. Haqiqatni shior tutganning boshi baland, so'zi keskir, o'zi haybatlidir. Yolg'on kushanbandlari, yolg'on sirtmog'iga bosh tiqqanlar, yolg'onga suyanib yashaydiganlar baxtsiz va sho'rpeshonalardir. Yolg'on sababli yuzga surilgan qora kuyani ketkazadigan biror suv yo'q. Yolg'onchiga ishonch bo'lmaydi va yolg'onchi tinglanmaydi. Yolg'onchi xor va zalil ko'riladi. Yolg'on o'z sababiga ko'ra yaxshi va yomon yolg'onga ajraladi. Yomon yolg'onlarni insonlar ushbu sabablar ila gapiradilar. Birinchi, qo'rqqanlari uchun. Haqni aytsam boshim baloga qoladi deb hadik qilganlar aldaydilar. Ikkinchi, tirikchilik qilish uchun. Haqni gapirsam bozorim yurmaydi, ozgina aldasam hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaydiganlar aldaydilar. Uchinchi, odat bo'lib qolgani uchun. So'ziga ozgina yolg'on qo'shgan odam oxiri yolg'onga juda qattiq o'rganib qoladi. Uning 10 gapidan 9 yarimtasi yolg'on bo'lib chiqaveradi. To'rtinchi, o'zini fazilatli ko'rsatish uchun. Kishilarga benihoya avliyo, benihoya fozil va benihoya ajoyib odam bo'lib ko'rinish istagi ila inson aldaydi. O'zida yo'q sifatlarni, qilmagan ishlarini va bo'lmagan voqealarni to'qiydi. Beshinchi, haqiqatni berkitish uchun. Odamlar haqni bilmasin. Odamlar biz istagandek o'ylasin. Biz istagandek yashasin. Biz istagandek so'zlasin degan manfur kimsalar qasddan haqni yashiradilar. Bo'lganni bo'lmadi, bo'lmaganni bo'ldi deb aytadilar. Yolg'onni quyidagi yaxshi sabablar bilan so'zlaydilar. Birinchi, uyalgani uchun. Ayrimlar haqni aytishdan o'z xayollarida uyalganlari uchun aldaydilar. Ikkinchi, orani tuzatish uchun. Ba'zilar ikki kishi orasini tuzatish, yarashtirish uchun yolg'ondan istifoda qiladilar. Uchinchi, ko'ngilni ko'tarish, dilni sindirmaslik uchun. Bir bemorga ahvoling yomon deb haqni aytgandan ko'ra tuzalib boryapsiz deyish kerak. Bir havaskorga yoki yosh bolaga ilm yoki hunar o'rganarkan xato qilsa ham natijang juda yaxshi deyish lozim. Har qanday holda ham yolg'on bir kuni fosh bo'lguvchidir. U o'z sohibiga xizmat qiladi. Ammo fosh bo'lganda yomon yolg'on dahshatli oqibatga olib keladi. Haqiqatni anglash va aytish uchun ilm zarur. Hazrat Alisher Navoiy, oqil odam faqat rost gapiradi, ammo chin gaplarni ham aytib bo'lmaydi degan. Xiratmand chin so'zdan o'zgani demas, lek bori chin ham degulik emas. Do'stim, agar haqiqatni aytmasang insonlar boshiga halokat yog'ilsa, haqni gapir. Agar haqni aytsang bu insonlar hayotini yaxshilikka o'zgartirsa, darhol haqiqatni so'yla.
Odamlar haqqa mahtal bo'lib tursalar va bu haqqa fido bo'lishga shay tursalar, haqiqatni aslo yashirma. Haqiqatni qabul qiluvchi odamni topsang, unga albatta haqiqatni yetkaz. Yolg'on sababli sharmanda bo'lishingni fahmlading. Haqni gapirsang, ziyon ko'rasan. Sharmanda bo'lma. Haqni gapir va ziyonni tanla. Zotan o'z sharafing va sha'ningni saqlashing hamma narsadan ustun turadi. Haqni haq ekaniga aniq ishonch hosil qilsang, bayon et. Eshitganingga ishonib vaysama. Tusmol bilan gapirma. Haqiqatni aytki, u bilan olam yorishsin. Ko'zlardan pardalar ko'tarilsin. Haqni bayon etishdan aslo qo'rqma. Aytganingdan so'ng ham qo'rqma. Ammo qo'rqmayman deya o'zingni qurbon etma. Haqni aytishning o'rni bor, vaqti bor. Qahramonlik qilaman deya hamma joyda haqni aytish nodonlar ishidir. Haqiqat o'zingga zid kelsa ham gapir. Ba'zan gunohlar haqidagi xabarlar haq bo'ladi. Ammo yomonliklar va tubanliklar haqidagi haq gaplarni berkit, so'ylama. Yaxshiliklar va mardliklar haqidagi haq xabarlarni baralla gapir. Haqni aytaman deb do'stlarni sotma. Dushman tegirmoniga suv quyma. Ko'z ko'rgan, quloq eshitgan hamma narsa ham haq bo'lavermaydi. Har qanday holda foyda qilishi mumkin bo'lgan qoida shuki, haqni ayta olmasang, yolg'on ham aytma. Shunda omon qolishingga katta umid bor.